8300 batareykali telefon. Va nihoyat, nahotki shunaqa davrga biz yetib keldik. Nahotki olimlar shunaqa baquvvat va ixcham material kashf qilishdi. Uni o'zim shaxsan tekshirmasam bo'lmaydi. SIM kartamni solib, asosiy telefon sifatida ishlatib, 24 soat ishlatib, ertaga natijalarini e'lon qilaman. Obuna bo'lib qo'ying va doim zaryadkadan shikoyat qilib, zaryadka istab yuradigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. 8300 lik batareyka juda ko'p reklamalarda zaryad uzoqqa yetadigan telefonlarni bilsanglar, yorug'ligini pasaytirib qo'ygan bo'ladi, ishlashini sekinlashtirib qo'ygan bo'ladi, uzoqqa yetsin deb. Bu hozir yorug'ligidan bilinib turibdi. O'ta maksimal, o'ta yorug' va tez ishlashi ham zo'r zaryadni ayamagan, haqiqat 8300 ga o'xshayapti. Ishlatsak bilamiz, 8300 baquvvat haqiqatda zo'rmi yoki 8300 mi? Sizni fikringizcha 8300 batareykali telefon qanchaga yetish kerak deb o'ylaysiz? 24 soatdan keyin bu natijasini e'lon qilamiz. Obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa testlarni o'tkazib olmaslik uchun ertaga storiesda ham yana boshqa ajoyib testlarimiz bor.